Imarat Development nomi ostida uylarni qurib sotuvchi Marat Xayrullayevichdan odamlar norozi. U o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida doimiy ravishda mashhur insonlar bilan qurilish obyektlarini reklama qilib keladi. Shunaqangi g'alati odamlar bor. O'zi kvadrati 7.990 so'mdan bo'lsa, remonti bilan u yana nima qilib berish kerak? 3-4 kun vaqtingiz qoldi xolos. Bu lafzini olganman. Lafzini ustidan chiqadi. Bunga javob. Marat Xayrullayevichning arzon narx va qulay to'lov shartlari bilan jozibali ko'rsatilgan Sergeli City, Bristol City kabi loyihalarga yuzlab fuqarolar to'lov qilishgan. Ammo ko'p o'tmay mijozlar va kompaniya o'rtasida nizo yuzaga kelgani aytilmoqda. Qanaqasiga mendan 35 million pul olib qolishi mumkin, 2 yil pulimni aylantirib. Bitta uyi bo'lsa-ki, ishonsa odam. Mana Maratjon bitta uyni topshirgan. Pulimni qaytarib bersa bo'ldi. 1,5 yil bo'ldi pulim shular deyapti. Hozir men u pullarimdan qancha ishlar qilgan bo'lardim misol. Hali qurilishi boshlanmagan joyga 10% dan 120 million olib qolamiz deyishyapti. Ariza yozayotgan joyimda arizamni buklab tashlavordi. 1 oy ichida qaytarib berish kerak edi, lekin mana 4 oy bo'ldi, hali 1 so'm ham olganim yo'q. Odamlar nimadan norozi? Reklamalarda omadli va qat'iyatli biznesmen sifatida ko'rinadigan, ammo aksariyat loyihalarga rasman nomi ham kiritilmagan Marat Xayrullayevichning o'zi kim? Bugun shular haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Endi bu aktyorlar qurilishda nima qilar ekan deb o'ylayotgandirsizlar. Ayniqsa men. Nima qilardik? Sizlarga to'g'ri ma'lumot yetkazish uchun o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rgani keldik, obxod qilamiz. Biz Sergeli City'damiz. Kunuz yana bir Novostroyka mojirosini o'rganishga qaror qildi. Tahririyat ixtiyoriga kelgan shikoyatlar orasidan Imarat Development nomi ostida ko'p qavatli turar joy majmualarini reklama qiluvchi va sotuvchi Marat Hamdamov haqidagilar e'tiborimizni tortdi. Gap shundaki, mijozlar ayrim sabablarga ko'ra kompaniya bilan tuzgan shartnomalarni bekor qilishgan yoki endi shuning taraddudida. Ammo bu jarayon ularga katta xarajatga tushyapti. Negaligini tushuntirishga urinamiz. Imarat Development shartnoma sharti sifatida 10-12% jarima bandini kiritgan. Deylik, biror fuqaro ikki tomonlama kelishuvni bekor qilishni istasa, hali foydalanishga topshirilmagan uy umumiy summasining 10% dan 12% gacha qismini kompaniyaga jarima sifatida to'lashga majbur bo'ladi. Masalan, siz 400 million so'mlik shartnoma qilib, ma'lum muddat davomida 120 million so'm pul to'lagansiz. Lekin ayrim sabablar tufayli shartnoma hujjatini bekor qilishni xohlagansiz. Sizdan dastlab to'lagan 120 million so'mingizdan emas, 400 million so'mning 10-12% ni undirib qolishadi. Bu taxminan 40 million so'mdan 48 million so'mgacha pul degani. Hali bitmagan, yashamagan uyingiz uchun. Tahririyatga murojaat yo'llagan aksariyat yurtdoshlarimiz shundan qattiq noroziligini bildirgan. Xususan, Umar Aliyeva 2024-yilda Sergeli City loyihasida 350 million so'm qiymatdagi xonadonni xarid qilib, umumiy hisobda 166 million so'm to'lovni amalga oshirgan. Ammo qurilish sohasida nazorat inspeksiyasining aynan shu loyiha ustidan olib borgan tekshiruvdan keyin shartnomani bekor qilgan. Bu orada esa undan 10% lik jarima ushlab qolingan. 2024-yil Marat Xayrullayevich, ya'ni Shahzoda Muhammedovani eri aksiya qildi. Sergeli City nomi ostida voy uy quraman, mana arzon uy, kelinglar, olinglar deb. Masalan, men Shahzoda Muhammedovani taniganim uchun, u Marat Xayrullayevich tanimasdim. Unga ishonganim uchun men borib to'lov qildim o'sha uyga. Ya'ni o'zim yig'ib yurgan $5000 pulimni borib to'ladim. Bosh to'lovini qilib, keyin oyiga o'sha o'tgan yildan beri shu paytgacha o'pshi 166 million pul to'laman. Keyin qurilishdan dareyo, ya'ni men to'lagan A10-blok halida hujjati ham joyida emas. O'sha Sergeli City'ni keyin men anetda qurilyapti deganini borib ko'rganimda juda ham lokatsiyasi uzoq. Mayli, lokatsiyaga ham ko'ndik, lekin qurilish juda ham sust ketyapti. Keyin yana kuzatib ham mayli 1 yil o'tsinchi, ham mayli 6 oy o'tsinchi deb mana 1,5 yil ham o'tdiki, bu yilning oxirida topshirish kerak bo'lgan uyi na hujjati bor, na qurilish normalniy ketyapti. Biz unga borib, qo'y pulimizni qaytib bera qolgin desak, to'lagan pulingdan siz tomonidan shartnoma buzilyapti deb, to'lagan pulingizdan emas, uy, ya'ni uy qancha qiymatga tuzilgan bo'lsa, shartnoma masalan 450 millionga tuzilganmi, 500 millionga, masalan meniki 350 millionga tuzilgan. 35 million foiz olib qolyapti. 2 yil pulimizni aylantirib, uy ham qurmagan, na dokumenti bor, na boshqasi bor, topshirilmayapti. Mana 2 oydan keyin уже kalit berish kerak edi uy qo'limizga. Uy ham yo'q, yana 2 yil pulimizni aylantirib, nagli anaqani olib qolyapti foizni. Yana nimamush foizdan
anaqa qilsangiz pul bor, bo'lmasam yo'q. Qurilish vazirligi borib tekshirdi, u yerda drenaj ishlari yaxshi emasligi, beton ishlari yaxshi emasligi, A9 dan boshlab nechinchidir blokgacha, uni orasida meni ham blogim bor, A10-blok. Umuman hujjati yo'qligini tekshirdi, Kunuz buni chiqardi nimaga? Shuni ko'rgandan keyin borib, "Yo, meni pulimni qaytib beringlar, sizlarda shunaqa muammo ekan. Mana vazirlik borib sizlarni tekshirib desa, yo'q, u tuhmat vazirlikmi, o'sha nima chiqargan, tuhmat bo'lmagan gap. Meni ko'ra olmayotgan boshqa quruvchilarning tuhmati deb shunaqa deb turib oldi. Toshkent viloyati Surum mahallasida qurilayotgan mazkur ko'p qavatli turar joy binosining holati hamda loyihalari inspeksiya xodimlari tomonidan o'rganilganda, ushbu turar joy komplekslarining ayrim bloklari davlat ro'yxatidan o'tmasdan, ya'ni belgilangan tartibdagi hujjatlarsiz, davlat nazoratisiz qurilayotganligi aniqlandi. Bu yerda A8-blokgacha ro'yxatdan o'tgan, A9, A10, A11 bloklar ro'yxatdan o'tmagan, noqonuniy holatda qurilish montaj ishlari boshlab yuborilgan. Ro'yxatdan o'tkazilgunga qadar Adesda qurilish montaj ishlari to'xtatildi. Shu bilan birga D1, D2 bloklarda ham xuddi shunday holat, ro'yxatdan o'tmagan qurilish montaj ishlari boshlab yuborilgan. Qanaqasiga mendan 35 million pul olib qolishi mumkin. 2 yil pulimni aylantirib, 166 million pulimni aylantirib. Boshqa bir murojaatchi Ziyoda Ochilovaning so'zlariga ko'ra, u Tuzel park loyihasidan 20 kvadrat metrli bir xonali xonadonga qariyb 134 million so'm pul to'lagan. Ma'lum vaqt o'tsa-da, qurilish boshlanavermagach, shartnomani bekor qilishga ariza yozish uchun kompaniya ofisiga borgan. Ammo Imorat Developmentning huquqshunosi uning arizasini qabul qilmagan. Imorat Development kompaniyasidan Tuzel City loyihasidan bir xonali xonadon 20-42 kvadrat metrli xonadonga 21-aprelda to'lov qilganman. To'lov qilganimda sirazi mana 130 million 170 ming to'lov qilib, keyin orqasidan 3 million 591 ming to'lov qilganman. Общий sentyabr oyigini ham yopganman to'lovlarini. Keyin o'sha surishtirganimizda, shartnoma tuzishga borganimizda menga aytdiki, metrodan 500 metr uzoqlikda deb aytdi. Va qurilish уже sirazi boshlanadi, kotlovan уже sirazi qilinadi deb aytdi, lekin o'rtada mana 4-5 oy o'tgandan keyin qarasak, o'sha Tuzel park loyihasini gruppasi bor. U yoqda hech qanaqa hujjatlari noto'g'riligi haqida va hech qanaqa qurilish bo'lmayotganligi haqida xalq norozi fikr bildirgandan keyin biz bordik, surishtirdik. U yoqda adresi ham noto'g'ri berilgan. Metroga 4,5 kilometr uzoqlikda bo'lgan. Va o'sha pulni qaytarib olishga ariza beraman deb borgan kunim 7-iyulda bo'ladi, 08-oyda. Borganimda u yoqni yuristi o'sha Shuhrat aka degan odam, biz hozir hech qanaqa ariza qabul qilmayapmiz, biz pulingizni qaytarib bermaymiz deb ariza yozayotgan joyimda arizamni buklab tashlavordi. Shartnomada keyin shu bandida ko'rsatilgan общий summadan deb ko'rsatilgan. Общий 224 million 415 ming 800 so'm bo'lsa, shu summadan 12% jarima olib qolaman deyilgan. Pulimni 100% qaytarib olmoqchiman. Nimagaki? Chunki ular hech qanaqa hujjat masalasi ham joyida emas va qurilish ishlarini ham hech qanaqa amalga oshirishmagan. Shuning uchun men 100% pulimni qaytarib olmoqchiman. Yana bir murojaatchi Daliboyeva ham Sergeli City loyihasidan olgan shartnomasini shu yilning may oyida bekor qilgan. Shartnoma shartlariga ko'ra mablag' 1 oy muddatda qaytarilishi kerak bo'lsa-da, 4 oydan beri buning imkoni bo'lmagan. Unga puli berilmagan. 2024-yil 28-fevral kuni Imorat Development kompaniyasi bilan uy olish maqsadida shartnoma tuzganmiz. Vaqtlar o'tib, oyma-oy to'lovlar qilib yurdik. Bosh to'lovini qilib, oyma-oy to'lovlarini qilib yurdik. Bilishim bo'yicha bizani A9 blokini qurilish uchun ruxsatnomasi yo'q ekan. U demak inspeksiyasidan, nazoratidan, ruxsatnomasidan o'tmaganligini bilganim uchun bularga ishonchim pasayib, men shartnomamni 19-may kuni bekor qildim. Shartnomam 7-5 bandiga ko'ra bular mendan shartnomaning umumiy summasidan 10% pul olib qolgan holda, qolgan summani 132 milliondan 10% ni qolganini olib turib, qolganini menga 1 oy ichida qaytarib berish kerak edi. Lekin mana 4 oy bo'ldi, hali 1 so'm ham olganim yo'q. Malika Ishimovaga ko'ra esa Imorat Developmentning Bristol loyihasidan turmush o'rtog'ining nomiga uy olishgan. Qurilish obyektiga borishganida unga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lingani aytilmoqda. Qurilish haqida to'liq ma'lumot berilmagani ortidan Ishimova to'lagan 245 million so'm pulini to'liq qaytarib olishni xohlayotganini ta'kidladi. Imorat kompaniyasini Bristol loyihasidan
uy olganmiz. Xo'jayinimning nomida ishonchnoma bor. Birinchidan bu yangi O'zbekiston bog'idan 1 kilometr deb aytilgan bizga, lekin 15 kilometr yangi O'zbekiston bog'idan. Ikkinchi masala, meni o'sha ekskursiya paytida 23 avgust kuni ekskursiya bo'lgan, o'sha paytida men xo'jayinim uchun video siymat qilaman deganimda meni o'sha yerda haqorat qilib, izza qilib, menga video olishimni bosh tortgan. Keyin meni o'zini ijtimoiy tarmoqlarida shallaqi ayol, provokator degan gaplarni aytib, o'zini Instagram sahifalarida meni rasmimni qo'yib, tagiga sarlavha qilgan. Marat Xayrullayevich. O'shaning uchun men pulimni 100% qaytib olib berishlaringizni iltimos qilaman. Men 245 million so'm pul to'laganman 1 yil ichida. O'sha pulimni men bankka qo'ygan taqdirimda ham meni shuncha bo'lardi, meni pulimni shuncha ishlatib, aylantirib, yana mendan foiz olib qolaman deyapti. Foizni uyni baholangan summasidan foiz 12% olib qolaman deyapti. Bitta uyi bo'lsa-ki, ishonsa odam. Mana Maratjon bitta uyni topshirgan 2 yil, 2,5 yil ichida deyilgani. Sergeli City loyihasidan 3 xonali uy uchun 210 million so'm to'lov qilgan Matyoqubov jami 602 million so'mlik bo'lgan shartnomasini bekor qilganini aytdi. Mijozga ko'ra, uning fikridan qaytishiga A12 blokining qurilishi qurilish inspeksiyasidan ro'yxatga olinmay boshlangani sabab bo'lgan. Men Marat Xayrullayevичni Sergeli City loyihasidan 3 xonali uy, yaxshi niyatda shartnoma olgan 3 xonali uyga. Unga men общий 210 million 300 ming so'm pul to'lov qildim. Общий 210 million 300 ming so'm to'lov qildim. Keyin o'zini aytishi bo'yicha o'sha aytganida gruppasi bor, o'zi video tashlab turadi, qurilish videolarini tashlab turadi, nimalarni tashlab turadi. O'shanda A12-blokdan olganman-da men shartnomani. A12-blokda uncha video ko'ringani yo'q, qurilish bo'layotganligida. Shartnomada A12-blok men olgan blogimda 2025-yil 31 kuni topshirilish yozilib o'tilgan. Borib bir ko'zdan kechirdim. Kechirsam u hech qanaqa bir qurilish bo'lmayapti. Aynan A12-blokda. Boshqa bloklarda bor 1 dan 8 gacha D bloklarida qurilish bor, bizning bloklarda qurilish yo'q. Keyin men qurilish nazorat inspeksiyasiga aynan o'zimning blokimdan nazorat inspeksiyasidan ro'yxatdan o'tmaganlik to'g'risida ma'lumotnoma so'radim. 3-4 kundan keyin menga ma'lumotnoma chiqarib berdi. U ma'lumotnomada menga shartnoma bergan A12-blok hech qanaqa davlat ro'yxatidan o'tmaganlik to'g'risida ma'lumotnoma berdi. Keyin men borib ularga shuni ko'rsatib, 28-may kuni ariza berganman. Pulni qaytarib olishim to'g'risida. Shartnomada pulni qaytarib berish investitsiyaga, bizga yana investitsiya 1 oy muddat ko'rsatilgan. 1 oy muddatning ichida mana pulimni qaytarib bergani yo'q va ular общий summadan 10% ushlab qoladi. Общий uyning summasi 602 million qanchada? Hozir to'shni esimda yo'q. O'shandan misol 210 milliondan 600 necha millionni 10% dan olib qolsa, kami 50-60 million ushlab qoladi-da mendan. Hamma yerda noqonuniy bo'lgan. Men nazorat inspeksiyasi menga ma'lumotnoma hech qanaqa ro'yxatda o'tmaganlik to'g'risida ma'lumotnoma bor qonda. Bu noqonuniy deb hisoblanadi. O'shaning uchun mendan Marat Xayrullayevich pullarimni hammasini qaytarib 210 million 300 ming so'm pulimni qaytarib berishini so'rayman, bo'ldi. 1,5 yil bo'ldi pulim shular deyapti. Hozir men u pullarimdan qancha ishlar qilgan bo'lardim misol. Qancha nimalar qilgan bo'lardim. Yaxshi niyatda men uy olganman undan. Nomini oshkor qilishni xohlamagan boshqa bir murojaatchi Sergeli City loyihasining A20-blokidan onasining nomiga 2 ta kvartira olinganini, ammo hujjatlar bilan bog'liq muammolar sabab shartnomani bekor qilish bo'yicha ariza yozganini aytib o'tdi. Pul 6 oy ichida qaytarib berilishi va'da qilingan bo'lsa-da, hozirgacha 1 so'm ham berilmagan. Men shu Imorat kompaniyasini Sergeli City loyihasidan onamlarning nomlariga 2 ta kvartira olgandik. A20-blokdan. A20-blokka hujjatlari yo'qligini bilib, arizamni yozganman. 28-aprelda u pulimni 6 oy ichida qaytarib beriladi deyilgan. Lekin hali umuman 1 so'm ham qaytib olmadim u pulni. Endi qaytarib olaman desam ham 10% jarima olib qolamiz deyishyapti. Hali hujjati yo'q joyga, hali qurilishi boshlanmagan joyga 10% dan 120 million olib qolamiz deyishyapti. Sergeli City loyihasidan uy olgan Mirzabek Xo'jayorov ham 2025-yil may oyigacha to'lovlarni amalga oshirib kelgan. Ammo qurilish inspeksiyasi tekshiruvidan keyin pul o'tkazishni to'xtatadi.
Men 2024-yil 27-yanvarda Marat Xayrullayev tomonidan o'tkazilgan onlayn Telegram taqdimotida qatnashdim va 30-yanvar kuni shartnoma olish maqsadida yaxshi niyatda Toshkent shahriga tashrif buyurdim va Marat Xayrullayev tomonidan shartnomani qabul qilib oldim. Imorat kompaniyasi tomonidan Sergeli City loyihasidan uy beriladigan bo'ldi. 2025-yil may oyiga qadar to'lovlarni amalga oshirib keldim. Qurilish vazirligi tomonidan o'tkazilgan tekshiruvdan so'ng ba'zi bloklarida davlat ro'yxatida o'tkazilmaganligi va qurilish sifatida buzilish holatlari bo'lganligi sababli oylik to'lovlarni to'lamay qo'ydim. Shartnomada ko'rsatilgan, lekin 10% ushlab qolishi, lekin Marat Xayrullayevich 12% ushlab qolishi va oylik to'lovlar kechikkanligi sababli jarima qo'llanilishi haqida xabar berdi. Men 2024-yil 30-yanvarda olgan bo'lsam uyimni, hozir 2025-yil may oyiga qadar 20 oy davomida men to'lagan mablag'lardan uyni qurdi. Kunuz vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida Imorat Development tashkiloti rahbari Marat Hamdamov bilan suhbatlashdi. Intervyu davomida u qurilish sohasiga kirib kelishi va shu paytgacha qilgan ishlari, qolaversa shartnomaga nima sabab 10% dan 12% gacha bo'lgan jarimalar kiritilgani haqida gapirib berdi. Birinchi umumiy o'zi faoliyatingizga to'xtalaylik. Oldin Moskvada ishlaganman dedingiz, yuqorida suhbatdan oldin. Kim bo'lib ishlagansiz? Qachondan O'zbekistonda qurilish boshlangansiz? Shunga qisqacha to'xtalib o'ting. Moskvada men 2005 bo'lsa 16-15 yoshlarimda ishlashga borib, o'qib, oddiy ishchi, keyin tadbirkorlikkacha shu qurilish sohasida ishlaganmiz 14 yil atrofida. 19-yilda O'zbekistonga shu biznes boshlab kelib, keyinchalik ko'chib kelganmiz. Beton mahsulotlari ishlab chiqarish zavodiga asos solib, o'sha Mukammal beton degan kompaniyamiz bo'lardi. Quruvchilarga beton mahsulotlarini yetkazib berib, asta-sekinlik bilan shu qurilish bozoriga kirib kelganmiz. 2019-yil. Nima shu vaqtgacha qaysi loyihalarni necha kishiga topshirgansiz muvaffaqiyatli? Endi bu sohaga kirib kelishimizda birdaniga mustaqil quruvchi sifatida kirib kelmaganman. Birinchi loyihalarimizda investor sifatida qatnashganmiz. Keyinchalik o'zimiz mustaqil ravishda uylar qurganmiz. Umumiy hisobda, ya'ni biz qatnashgan qisman yoki to'liq qatnashgan loyihalarda 2000 dan ortiq inson hozirda. Loyihalarning nomini aytasiz? Nomlari bo'lmagan, chunki bir nechta kompaniyalar bilan biz hamkorlikda ishlaganmiz va brendimizni shakllantirishni shu oxirgi 2 yilda boshladik. Loyihalarning nomi yo'q, shu asosan deyarli barchasi Sergeli tumanida, shu atroflarda. Qaysi kompaniyalar bilan hamkorlik qilganda? Nomi yo'q kompaniyalarning. Ko'p kompaniyalaringizni ko'rib chiqyapmiz, ta'sischi va direktor boshqa ism familiyada yozilganda. Ayrimlarida. Bu men taqdim qilgan loyihalarning barchasida men o'zim asosiy investor bo'lib hisoblanaman va investor sifatida meni bog'lab turadi ushbu loyihalar. Tadbirkorning iddao qilishicha, qurilish ishlari yakunlanish bosqichida bo'lgan xaridorlardangina pul ushlab qolingan va bunday mijozlar soni 10 nafar atrofida. Shartnomani bekor qilish uchun ariza yozgan qolgan mijozlarga bosqichma-bosqich mablag'i qaytarilayotgani aytildi. Hozir Sergeli City, Bristol va Tuzel Park loyihalaringiz bilan namoyishga kelyapti. Aynan Kunuzga murojaat qilgan murojaatchilar shu loyihalarga to'g'ri kelyapti. Va ularning asosiy e'tirozi shartnomadagi shart bitta bandga, ya'ni bekor qilinadigan bo'lsa umumiy summani 10-12% ni jarima sifatida olib qolinishi. Nimaga kompaniya bunaqa bandni kiritgan? Shuni asoslab bera olasiz? Hammaga ham jarima qo'llanilmagan. Shu vaqtgacha mendagi ma'lumotlarga ko'ra 10 kishi yo 8 kishiga jarima qo'llanilgan. Buni sabablarini keltirib o'taman. Aynan o'sha insonlarning uylari 90% bitganligi uchun, ya'ni u inson noto'g'ri vaj keltiryapti. Ya'ni sizning kompaniyangiz haqida mana shunaqa ma'lumot tarqaldi va menda sizga nisbatan ishonch yo'qoldi va shartnomani bekor qilmoqchiman. Lekin aslida to'lov tarixiga qarasangiz, bizda birinchi ish kunimizdan boshlab bizda o'sha CRM tizim ishlaydi va mijoz haqidagi barcha ma'lumotlar saqlanadi. Har bir gaplashilgan suhbatlar, mijozning birinchi kelgani, kim bilan gaplashgan, qanaqa tartibda shartnoma olgan, to'lov qanaqa tartibda bo'lgan. Va asosan o'sha 10 ta inson, masalan,
haqiqatdan bizdan to'lovlardan 10 oydan ortiq qarzdorligi mavjud bo'lgan va 10 oy oldin kelib, misol uchun shartnomani to'xtatib turishni, to'lovlarini iltimos qilib, ofitsial tarzda xat yozib ketishgan. Biz uni qanoatlantirgan holda 10 oy kutganmiz. 10 oydan keyin mana shu yolg'on xabarlar tarqalgandan keyin aynan mana shuni bahona qilgan holda shartnomani bekor qilmoqchi bo'lgan. Va ularda shunaqa holat borki, hozir pulimni qaytib berasan degan anaqa bo'ladi mijozlarda. Vaholanki shartnoma shartlari ikki taraflama va quruvchiga nisbatan ham sanksiyon holatlar qo'llanilgan. Ya'ni agarda biz vaqtida bitkazib bermasak, biz ham jarima to'laymiz yoki qaysidir ma'noda ikkala tarafda ham richaglar mavjud. Va mana shu holatda biz ular bilan kelisha olmaganmiz. Kelisha olmaganligimiz uchun ham aynan o'sha insonlarga nisbatan jarima qo'llanilgan, chunki aynan u insonlarning uyi, masalan B blokda, bizda Sergeli City'da birinchi bosqichimizdagi uylarni barchasidan ham ko'pi, ya'ni birinchi bosqichda bizda 16 ta uy bo'lsa, bizda hozirgi paytda 28 ta yo'lakdagi binolar 80% dan ortiq ishi bitkazilgan bo'lsa, ulardan bir qisminiki beton ishlari, ya'ni o'zi 12 qavatli bino bo'lsa, 12-qavatlari bitkazilgan. Aynan o'sha holatlarda, ya'ni aynan o'sha mijozni uyi deyarli bitkazilgan, ya'ni biz tomonimizdan 80% dan ortiq investitsiya o'sha paytdagi nisbatan kiritilgan va aynan bu inson shubha qilishga yoki bizga ishonmasligiga hech qanaqa asoslar bo'lmaganligi uchun aynan u insonning blogi to'xtatilmagan qurilishlari. Ya'ni vaqtincha to'xtatilgan bloklar, boshqa bloklar. Bir oylik muddat haqida ma'lumot bera olasizmi? Bir oyda shu agar shartnoma shartlari bajarilmasa, pulni qaytarib berish sharti belgilangan shartnomada, shu bandida ko'p fuqarolarda e'tiroz bo'lyapti. Ya'ni yuristlarning o'zi bizni shartnomamizni bekor qilishmayapti. Bu birinchisi, bir oy muddat o'tgan bo'lsa ham pulimizni qaytarib berishmadi. Qarang, boy o'zi meni umumiy munosabatim shu barcha insonlarni rozi qilib, biz bilan qolmoqchi bo'lsa juda ham xursandmiz. Agarda haqiqatdan ham bizdan voz kechsa, albatta ularni pul mablag'larini qaytarib bergan holda biz xayrlashamiz. Bu umuman bunga bizning qarshiligimiz yo'q, haqqimiz ham yo'q. Faqatgina boya aytib o'tganimdek, ayrim mijozlar bilan ma'lum kelishuvlar bor. Ya'ni ularda shartnoma bekor qilingunga qadar bo'lgan juda ham katta summadagi qarzdorliklar bo'lishi mumkin. Aynan o'sha inson bekor qilgan bino yoki uy to'liq yoki 70% dan ortiq qismi qurib bitkazilgan bo'lishi mumkin. Mana bu holatlarda biza jarima qo'llashga majburmiz. Sababi quruvchi ham ma'lum miqdorda mablag' yo'qotadi, ya'ni qayta sotuvga qo'yish yoki qaytadan bu insonga qaytib berganingizda biz yo'qotadigan ma'lum xarajatlar bo'ladi bu taraflama. Shuning uchun endi buni yuristlar ko'proq tushunadi. Ma'lum qismidagi insonlargagina qo'llanilgan, boya aytib o'tganimdek 10 kishiga qo'llanilgan. Birinchi jarima bo'yicha. Pul qaytib berish tartibi bo'yicha bir oydan o'tgan kimdadir bir oy belgilangan, bir oydan o'tgan kimdadir 6 oy belgilangan misol uchun. Lekin umumiy ko'rinishda bir kunda deyarli bir oyda o'sha 200 ga yaqin inson shartnomani bekor qilganligi uchun ham bizda navbat shakllangan. Ya'ni bir kunda 200 ta insonga biz pul qaytib bera olmaymiz. Ya'ni birinchidan bizning rejamizda bo'lmagan, ikkinchidan shartnoma shartlariga binoan o'sha bir oydan 6 oygacha belgilangan va shu paytga qadar biz o'sha bekor qilgan, men o'sha hujjatni ham sizga taqdim qilib ketaman. Ya'ni sizlarda shunaqa tushuncha bo'lmasin yoki o'sha tomoshabinlarda, ya'ni shartnomani bekor qilsa, bular umuman pulini qaytib bermas ekan degan tushuncha bo'lib qolmasligi uchun shuni aytib o'taman. Shu bugunga qadar 10 milliardga yaqin pul mablag'lari qaytib berilgan. Bir paytning o'zida ko'p inson bekor qilganligi uchun albatta bizda hamma qurilish ishlarimizni yoki butun moliyaviy rejalarimizni to'xtatib qo'yib insonlarga pulini qaytib bera olmaymiz. Va qonun tartibida o'sha shartnomada belgilangan tartibi shartlari bo'yicha qaytib beryapmiz. Kimdadir bir oydan o'tib ketgan bo'lsa, bu yerda o'rganib chiqish kerak yoki shartnoma bekor bo'lmagan bo'lishi mumkin. Mijoz tomonidan, ya'ni o'sha tartibi bor. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, kimdir shartnomani onasining nomiga olgan, o'zi Rossiyada
ya'ni mijoz haqiqiy, ya'ni o'sha hujjatdagi mijoz chet elda, onasi kelib shartnomani bekor qilishingizni iltimos qiladi. Bu holatda biz hech qanaqasiga bekor qilib bera olmaymiz. Shuningdek, Marat Hamdamov loyihalarda qurilish uchun ruxsatnoma olishi bilan bog'liq кейsiga ham izoh berdi. O'sha Sergeli City loyihasi bu kichkina obyekt emas. Bu obyekt o'sha vaqtda Toshkentda yagona edi hajmi bo'yicha. Hozirda balkim bo'lishi mumkin. Mana shu obyektimizda qurilish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilishligi reja qilingan. Ya'ni o'sha aynan ekspertiza xulosalarini olayotganingizda siz loyihani bosqichlarga bo'la olasiz. Va o'sha bosqichlar kesimida kadastr hujjatlari yoki uyni davlat komissiyasiga topshirish holatlari ham bo'ladi. Va aynan Sergeli City'ni qaysidir qismida ma'lum ruxsatnoma bo'lmasligi mumkin, lekin umumiy holatda kompaniya guvohnomasi, kadastr o'sha nima deydi, kengash xulosasi, ekspertiza xulosasi va barcha kerakli qurilishgacha bo'lgan ruxsatnomalar bor. Faqatgina u joyda qurilish ishlari ketmayotganligi uchun biz uni qurilish nazorat inspeksiyasidan ro'yxatdan o'tkazmaganmiz. Chunki bu uchun siz har oy, ya'ni o'sha shartnoma qilish jarayonida o'sha joy uchun qurilish nazorat inspeksiyasiga ma'lum pul to'lab berasiz. Ya'ni hali qurilmayotgan joy uchun, bino yoki bir qismi uchun biz 1 yil oldin yoki 2 yil oldin pul to'lab qo'yishimiz biz uchun nima deydi, noto'g'ri bo'lganligi uchun va u qismda biz hech kimga uy sotmaganmiz va sotishni ham reja qilmaganmiz. Sotilgan uylarning barchasida tegishli ruxsatnomalar mavjud. Kunuzga murojaat qilgan Matyoqupovga oid ishni Raqobat qo'mitasining Toshkent viloyat boshqarmasi o'rganib chiqqan. 31-iyul kuni tahririyatga taqdim etilgan hujjatda Imorat Development tomonidan xaridorga pullari to'liq qaytarilishi bo'yicha ko'rsatma berilgan. Ammo bizdagi ma'lumotlarga ko'ra bu hali bajarilmagan.